Bu mashina oila uchun qulaylik va o'zida zamonaviy bitta avto. Assalomu alaykum yaqinlar. Bugun sizlarga 2022-yilda ishlab chiqarilgan Hyundai Santa Fe modeli haqida gapirib beraman. Bu mashinamizning saloniga keladigan bo'lsak, 7 o'rindiqli, 2.5 full komplektatsiyasiga ega. Bu mashinamizda 360 kamera bor. Avtoparkovka qilayotganingizda sizlarga juda ham qulaylik yaratadi. Bu mashinamizda 10-25 dyumli sensor ekran, Apple Car va Android Auto tizimlari bilan birga ishla oladi. Kapotimiz ostida 2.5 litrli 4 silindrli benzin dvigatel joylashgan bo'lib, u 191 ot kuchiga ega. Xo'sh, bu mashinamizdan yili keladigan bo'lsa, yili 2022, yurgani 28 ming, narxi keladigan bo'lsa 34 ming. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Bu mashina o'z narxiga arziydimi?